Amaki yili nechi buni? 2006. 2006. Qancha yurdi? 96. 96 o'zini radnoymi? Radnoy. Zo'r ekan lekin. Faqat kraskani men o'zim bilganim, qarang. Kapotda men kraska ko'rdim. Kapotda ko'rdim o'zim. Keyin mana bu krılosida ham ko'rdim hozir, kraskasi bor. Yana bitta mutaxassisga tekshirtirib olsalar yaxshi bo'ladi. Lekin mashinaga men qo'yib qo'yganim, ko'rinishi 2006 ni bermayapti lekin. Juda zo'r ekan holati. Yo'q, holati mana nimada yuradi bu? Dizel bu, saralka. Dizel, mana gaz. Yo'q, hech narsa qo'yilmagan. Nima xarajatlari bor? Mana necha yildan beri haydayapsiz? Mana endi 4 yildan beri haydayapman. Hech narsa. 4 yildan beri haydaysiz. Hech narsa. Motor, kadavor, hech narsa almashtirilganim yo'q. Qani olgan bo'lsa shuni. Hattoki chexollarda yorilish degan narsa yo'q. O'zini zavodskiy chexoli shunaqa rangli bo'ladi, malochniy bo'ladi. Zo'r holatda turibdi. Buni bizda obunachilarga qancha qilib berasiz? Ismingizni so'ramadim. Ismim Bahodir. Bahodir aka. Qancha? Ayting. Narxini ayting, xudo xolasa qo'yamiz. Odamlar bizni obunachilarni maza qilmasin. 7 bo'lsa bera olaman mayli. Ya, 7 ga sal 7 ga ozroq borda. Yomon aytmadingiz, lekin gap yo'q. Unaqa bir xil keladi, 8-9 dan keladi. To'g'ri kelsa shu, bo'lmasa ana yo'l deydi-ku. Ha. To'g'rimi? Shunday. Ha. Aybi bo'lsa aytaman. Aytgan-ku. 6,5 ga. Baraka bormi? 6,5 ga. Yo'q. Tortish hojati yo'q. Bir duo qilmasin, chiqishadi. Endi baraka topsin. Aytsinki, shu odamda haqiqatanga oldim, baraka topdim. Vijdonan deb gapirsa bo'ldi aka. Qo'lni bering. Oxiri 6800 bo'lsa ilonga qo'yaman. Yomon narx aytmadingiz. 6800 ga qo'yaman. Bo'lmasa aka ilonga qo'yolmayman. Shu 200-800 qilmangda shu to'g'ri. 6800 ga baraka bo'lsa bering, bo'lmasa bemalol. 900 mayli. Endi o'zim nima qiladi? 6800 bo'lsa baraka. Bo'lmasa barakami? Baraka. Baraka. 2006-yil 96 ming yurgan, xudo xolasa. Mashinani ikkita detalli kraska ko'rdim, lekin mashinani o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz juda ham sochli holatda turibdi. Ichkaridagi bu sidinalari o'zini zavodskiy chexollarida hali yorilmagan, zo'r holatda turibdi. Faqatgina naqdga oldi sotib bo'lish shart. Shu sharti bilan 6800 ga xudo xolasa baraka qildik. Telefon qilib, o'zlari bilan bog'lanib baraka qilaverasizlar.